Hürmetli vatandaş muhakeme. Sizlerine aytaylı bir genç kimi 21. 6. ayının 23. günü. Endi sizlerge sözleydiğen muhakemini sözleştim burun bir işki kız digide kız haberlerine haber kılaylı vatandaşım. Kademme kadem kıstap gelmekte. Amerika herkes kendini çekinmeydi. Çünkü Amerika belki tokunuştan saklanalmaydı. Reis Xi Jinping tahttan düşmegiçe. Runya'nın dünyaya nazarı 6. ayının 22. günü YouTube. 8. ayının 26. günüden keyin derek yıkılsa maymun tozuyduğun vaziyet o'ttirg'i chiqdi. Şuda huşusen. Xitoyning turaqliq iborasi şuda huşusen. Derek yıkıldımı derekten beşideki maymunlar tozup gidiyordu. Deydi bunu kim davatıdı? Li Yiping efendi davatıdı. Bu obzorçu asla sözdeydi kayıyor. Kem o'ttirg'i chiqadigan, hani bazıda pat bu o'ttirg'i chiqadi vaziyetga qarab. Hazırgacha Xitoy obzorchilarining ichida rost söz bilan, rost so'zlashlar o'zining nomini chiqarayotgan obzorchi Li Yiping deydiki, 8. ayının 26. günüden keyin derek yıkılsa maymun tozuyduğun vaziyet o'ttirg'i chiqdi. 8. ayının 26. günü de bir hesaplasanız hazır 5. ayının 26'sı 6. ayının 26'sı, 7. ayının 26'sı 3 gününü hesaplasanız toluk 3 ay. Belki Prezident Joe Biden'ın buyruğu, istihbarat düşürgen buyruğu, yuqumluq virusning taktini tekshirish to'g'risidagi buyruğu. Muşununga asoslanganmış berilgan 3 gün möhletni belki Li Yiping tahlil qilgan bo'lishi mumkin. Men hozir ko'raman, kirib hamda davomini anglab chiqib hamda sizlarga yetkazmay vatandaş. Çünkü hazır yetib keldi. Mening vaqtimga to'g'ri kelib qoldi. Andan keyin Amerika Beijingga qattiq ogohlantirish berdi. Eng oxirgi ultimatum. Biz buni sizlarga so'zlagan edik. Dedi, hem kishini cho'chitdi. G'arb dunyosining savr taqtining cheki bor. Su shoxi 6. ayının 23. günü YouTube. G'arb dunyosining savr taqtining cheki bor. 4-5 gündün biri bo'layotgan vaziyat qo'y vatandaş. Shundaqmi? Albatta shundaq. Amerika olimlari Xi Jinping kesel holatlik titildash kasaliga giribtor bo'ldi deb ko'rsatdi. Jungo iqtisodi hisob beradigan vaqtga yetib keldi. Markaziy televiziya stansiya kishini cho'chitadigan bir og'iz gap qildi. Yani bir xabar e'lon qildi. Yani Amerika alayda qismlari Jungoning Dongfeng markalik raketasiga hujum qiladi dedi. Amerika bankerlari Hong Kongda yani Şangay'da qo'lga olindi. Wall ko'chasi televiziyasi 6. ayının 23. günü YouTube bugün bu şu 10 minut ilgirike yetip gelgen haber vatandaşlarım. Bu nima deydi? Şangay'da Hong Kong'da hizmet kılıvatkan Amerika bankerleri qo'lga olindi. Bu belki 23. günü Alma gazetinin takılışı bilen vaziyet ciddileşken ahvalda ciddiyle hazır Amerikalık bankerlara qo'l solgan bo'lishi mumkin Xitoy qo'lga olindi deydi. Onun için Merkezi Halk Televizyon Stansiyasi Jungo'nun bir parça haber tarqatdi deydi. Yani Amerika'nın alayda kısımları Dongfeng markalik raketaga, Jungo'nun raketasiga hujum qiladi deydi. Kishini cho'chitadigan xabar deydi. Anda üçüncüsü hesap beradigan chaq. Jungo iqtisodi hesap beradigan vaqt endi yetib keldi deydi. Ondan keyin Amerika olimlari Xi Jinping kesel holatlik titildash kasaliga giribtor bo'ldi deydi. Yo'q, hadi ko'rpatda hurmatli vatandoshim. Hozir Barchilat xonimning o'ttirg'i chiqib Uyg'uristonga tekshiruvchilarni avatishga
mush yilning oxirigacha avatishimiz kerak deganligi birinchi kuni, haftaning birinchi kuni. Tungi seshanba kuni Kanada hukumatining o'tirg'i chiqib, rais bo'lib yoki uyushtirg'ichi tashkillovchi bo'lib 41 davlatni tashkillaganligi. Bularning 41 davlatning Uyg'uristonga kirib, hozirgacha gazet matbuotlar tarqalayotgan xabarlar asosida o'zimiz egallagan materiallar asosida biz faqat Uyg'uristonga tekshirish kirimiz deganligi. Bu sizning uchun vatandoshim vaziyatdan qistab kelganligimi qanday qistab keldi degan gap. Biz tungilarda nima dedik? Ultimatum dedik. Ultimatum dedik. Hozir endi tekshirish. Biri ultimatum shakldagi virusning opti yoki virusning manbai, ikkinchi tekshirish Uyg'uriston. Jenisadagi kishilik huquq xotirasini tekshirish. Endi hozir Hong Kongda ko'tarilgan vaziyat gazetni taqash, olma gazetini taqash, bunga Amerika Qo'shma Shtatlari jiddiy ogohlantirish berdi degan bir jumla qistirildi. Hozir keldimi, orliqda shundaroq ko'rdimmi, o'tib ketdimi bilmadim, Amerika Qo'shma Shtatlari Shanghai Hong Kong masalasi bo'yicha gazetni taqash masalasi bo'yicha qattiq ogohlantirish berdi. Hozir hamda Jungo Kompartiyasining yangi o'tirg'i chiqargan, hozir siz biz tahlil qilgandak bir vaziyat yo'q. Masalan, Tayvanni aylanib uchish, Tayvanga aeroplan avatish, tahdid selish, popoza degandek harakatlar yo'q. Biroq hozir Amerika taraf boshda aytgandek G'arb dunyosi dediki, endi hozir savr taqatning chekishi edi. Buni garchi to'g'ri filmlarda to'rdoshlar davatgan bo'lsa-mu, lekin vaziyatning alpozi endi G'arb dunyosining savr taqatining cheki bor rais Xi Jinping. Vaziyat mana shu, hurmatli vatandoshlar. Bugun o'zim çok hoş bo'lib ketib, 41 davlat tekshirishini talab qilganda hoş bo'lib ketib, leksiyada faqat bir neta tayyorladim vatandoshim. Ondan sizlarga yetkazgidek hozir yozma xabarlar 2 kundan beri ozayib ketib, tor betlarda film ishlab, film bilan so'zlaydigan odamlar ko'payib ketdi hozir. Demak, vaziyat jiddiylashganda bevosita yetkazaylik. Yezish uchun vaqt ketdi dedim, qanday uni uqolmaydi. Hozir endi Jungoga bog'liq Amerika Qo'shma Shtatlari, Amerika Qo'shma Shtatlariga bog'liq Jungo. Vaziyat mana shu yerda, hurmatli vatandosh. Nusrat Atoqil Amerika Qo'shma Shtatlariga Allah. Bo'lib o'tiniga men sizlarga yetkazgan bir parcha leksiya Wagner xonim. Jungoning mol mulkini to'g'litish, Amerikadagi mol mulkini to'g'litish bu qonun loyihasida biz qo'llaymiz, adaq qo'llaymiz. Davlat Majlisi Avam Palatasining a'zosi Wagner xonim.